Bu Gollivudning eng anqov aktrisasi har bir suratga tushgan filmiga 10 million dollardan 20 million dollargacha oladi. Anne Hathaway 43 yoshli aktrisa hozirgacha suratga olish maydonchalarida doim qayernidir urib oladi yoki tekis yo'lda ham yiqilib tushadi. Bu kasallik yoki boshqa narsa emas. Shunchaki aktrisa yosh boladek ehtiyotsiz, beg'am, beparvo. Ko'plar bilmaydi, ammo aktrisaning kino olamiga kirib kelishga aynan shu anqovligi juda katta rol o'ynagan. Aktrisa ilk marta kastingga borganda hayajondan juda asabiylashgan. Bu rejissyor Gary Marshallning Malika kundaligi filmi edi. Aktrisa rejissyorning qarshisida o'tirgan vaqt yiqilib tushgan. Buni ko'rgan rejissyor esa "Mana chinakam Malika. Bizga aynan shunday beparvo, beg'am qiz kerak edi" deya Annieni bosh rolga olgan. Qachonlardir sodda, anqov bo'lib yurgan aktrisa bugun millionlar muhabbatini qozongan yorqin yulduz. Jahon yulduzlariga yanada yaqin bo'lishni istasangiz, Biz TV.uz Instagram kanaliga obuna bo'ling.